iPhone 17 Pro Max 15 kun oldin 1600 ga oldim, Qurbon hayitiga 800 dollarga beraman. 15 kun bo'ldi olganimga. Qurbon hayiti munosabati bilan 800 dollarga berib yuboraman. Yonkisda 100, yap-yangi. Agar haqiqatdan ham shu matohni 50% chegirmaga qo'yganimizda millionlab odam ko'rardi, millionlab odam like bosardi. Lekin biz bundan ham qimmatroq bo'lgan narsani chegirmaga qo'ymoqchimiz. Mukoshafatul qulub 150 minggacha sotilgan, Qurbon hayitiga 75 ming so'm. Qur'on kitob 100 mingdan sotilgan, lekin hayit munosabati bilan 49 ming so'm. Qani bular uchun qancha prosmotr bo'ladi, qancha like yig'iladi? Saodat asri qissalari 250 minggacha sotilgan, Qurbon hayit munosabati bilan 190 ming so'm. Muqaddima 220 minggacha sotilgan, hayit munosabati bilan 154 ming so'm. Soyali Qur'on kitobi 250 minggacha sotilgan, endi 140 ming so'm. Naqshiy do'konidagi barcha kitoblarga 20%, 30% chegirma berilgan. Mushkambarlar, atirlarga 50% chegirma berilgan. Qur'oni Karim ma'nolar tarjimasi Abdulaziz Mansur Shayx hazratlarniki bozorlardagi narxi 150 minggacha sotilgan, Naqshiy do'konida 55 ming so'm. Vaqtni boshqarish Imom G'azzolining mana shu kitoblari, Avliyolar olami, O'rtoqlar mana shu kitoblarni qachon 10 ming so'mdan ko'rgansizlar? Faqat shumi deysizmi? Yo'q, juda ham ko'p, hammaga yetadi. Manzil so'raganlar uchun Sirkdan Chorsu tomonga kelishinglarda o'ng qo'l tomonda Naqshiy do'koni, Chorsu kitob bozor. Yanada aniq lokatsiya mumkin Telegram kanalida.